qizil ruchka bilan qo'yilgan ekan. Chiqsin degan, to'g'rimi? Yo'q, chiqmasin deb. Chiqmasin. Zapret. Asrlar sadosida. To'g'risini aytsam, biz hammamiz ham shu yerda edik. Katta edi, biz siz finalni yopasiz deb turuvdik-da. Endi biz kutyapmiz. Sizni zapretdan chiqishingizni sizdan ham ko'p kutgan edik-da o'zimiz. To'g'risi, bari sizni yaxshi ko'radiganlar ko'p edi. Biz kutyapmiz. Siz keldingiz, biz kutib turibmiz, lekin bo'lmadi o'sha oxirgi momentda-da. Nima bo'ldi bilasiz? Yo'q, siz Nilufarga aytyapsizki, chiq deyapsiz-da. Chiq, sen aytasan deyapsiz-da. Nilufarchi qo'rqyapti chiqishga. Qo'rqyapti. Yo'q, sen chiq deyapsiz. Biz yig'layapmiz-da bu yoqda turib. Endi qo'ymayapti-da, ruxsat bo'lmadi-da. Biz o'yladikki, yulduz chiqadi, bo'ldi, hamma yoq ochilib ketadi deb o'yladik. Konsertda oxirigacha ham olib kelib, bunlarni harakat qildi. Olib chiqana qilib keldi. Ana shu qamalib ketgan o'sha Gulamovmidi? O'sha qozi voy kurashdi, nima balo to'yga bormay qo'yganmidi, nima balo unaqa. Buncha balo uni arpasidan ham o'rgan ekanman, o'zi milliarder ekan. Sog'ib yegan hamma yo'qda. Bu nima deydi? Karimov qizil ruchka bilan qo'l qo'ygan ekan. Hammani ko'k ruchka bilan qo'l qo'ygan ekan, menga qizil ruchka bilan qo'yilgan ekan. Chiqsin degan, to'g'rimi? Yo'q, chiqmasin deb. Chiqmasin. Zapret. Zapret. Qizilda qo'yilgan ekan. Hech kim hech narsa qila olmadi. Endi nima deydi? Ashnaqana mana tarixda qolaverar ekan, yaxshilik ham, yomonlik ham. Shuning uchun birovdan xafa bo'lmaydigan bo'ldim. Kimga kim ziyon qildi? Men kimman? Davlatda lati bor deganingizda o'sha narsa ko'zimni oldiga keldi. Ana men sizga ishonch aytyapman. Davlatning kreslasiga ishonib yomonlik qilib qo'ymang, davlatning lati bor, basharangizga qarab keladi o'sha loy. Tushundingiz? Lekin odam shunda sinib ketmasligi uchun odam kuchni qanaqa topadi deyman-da. Lekin mana Mansurjondan biz aytib beradi. sindikda. Kelganda men shunga tayyor edim. Mansur akani biz suhbatga chaqira olmadik. Yo'q. Ya, Mansurjon o'sha kuni yur deyapti-da. Hayotim chiqmaymiz deyapman. Chiqmaymiz, men sizga garantiya beryapman, chiqmaymiz. Lekin o'sha kuni ko'zingizdan-chi shunaqa narsa Nilufarga chiq deyapsiz-da. Nilufar qanday endi u juda yosh edi-da u payti. Biz katta umidlar bilan turdik. Bo'ldi, bugun chiqadi. Bo'ldi, yulduzga yo'l ochiladi. Chunki boshqa odam sinib ketardi. Buncha kichkina odamning otlarini aytmadim men hozir. Qog'ozda olib kelib bundaqa qilib turibdi. Sanlarda ham kuningni bitadigan kuni bor. Xudo xolasa ham переживать edim-da. Shu kunda men kutdim-da. Alloh mana omon-omon zamonga keldi. Shuning uchun kim yaxshilik qilsa, ikki dunyosini obod qilsin. Mana shu bugungi kunda men baralla aytaman. Mirziyoyev davrida yashayapmiz. Ishoninglar. Mirziyoyev davrida hammani tili chiqib, faqat to'g'ri tarafga chiqsa edi. Adikir bari chiqyapti-yu. Mana shu omon-omon zamon paytda hozir mana yashayapmiz.